Agar siz ham mana shunaqa yangi domlarda va mana bu tomoni gazoblokdan qurilgan bo'lsa, parda o'rnatish muammo bo'ladi. O'rnatsangiz ham meniga o'xshab tushib ketaveradi. Meniki mana shu tomoni tushib ketaverdi. Oxiri bitta yo'lini topdim. Bizga kerak bo'ladigan narsalar mana bunaqa kley pistoletning anaqasi, nima deydi, kley desak bo'ladi yoki elastik plastmassa ham shunaqa narsasi kerak bo'ladi. 2-3 dona yetarli. Va qizdirish uchun mana bu gaz ballonchik va uni pistoletchasi. Ja bo'lmasa zajgalka bilan qilsa bo'lar ekan, lekin zajgalkada olov u qadar kuchli bo'lmagani uchun to'liq mana uni eritolmaydi. Chala bitib qolishi mumkin. Shuning uchun mana bunaqa bo'lsa yaxshiroq. Mana o'zi bu ham zaif tushib ketib qoladi. Bugun emas, ertaga ham baribir tushib ketish ehtimoli bor. Buni ham yechib olaman. Bunlarda ko'p chiqish kerak emas ekan, o'ynab pashillab ketishi mumkin ekan. Qarang, o'ynaydi. Ko'ryapsizmi? Tezkor qilibmiz.